Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga kirib yashashga tayyor bo'lgan 2 xonali 7 tashka domlar, g'ishtlik domlar 7-qavatdan sotuvga uy tayyorlab turibmiz. Umumiy yillik 6 kvadrat. Hozir biz turgan xona bitta spalni xonasi edi. Konditsioner, Wi-Fi hammasi kelgan. Eng asosiysi gaz bor, suv bor, svit bor. Liftlar 24 ga 7 ishlaydi. Mana shu yerda balkonimiz ham bor. Balkondan atmosferani ko'rishingiz mumkin. Termiz shahar yashil dunyo. Mana bu yog'i kinoteatrdagi ko'rinayotgan domlar. Yashil dunyoga boraman desanglar, peshkom 4 daqiqada borasiz. 3 ta dom narida turibdi. Teso juda yaqin. Maktab bog'cha so'raganda, maktab bog'chalardan aslo muammo yo'q. Naqd pulga sotiladi, 410 million so'm. Keling. Mana bu tashqi eshikdan unga qayrilganda sanuzel birgalikda ko'rsatishingiz mumkin. Oxirigacha kafillangan. Oshxona qismiga o'tadigan bo'lsak, katyol bor, gaz, suv, svit bor eng asosiysi. Liftlar 24 ga 7 ishlaydi. G'ishtlik domlardan bo'layapti. 7 tashka uylardan ko'pchilik so'raganlar uchun talablarga binoan chiqaryapmiz. Keling. Mehmonxona bilan tanishtiradigan bo'lsak, kelasiz, parda gilam qilasiz. Agar arendaga beraman desangiz ham kamida 2,5 millionga oilaga bersangiz bo'ladi. Yashil dunyo 7 tashka domlar 7-qavatda 2 xonali yillik 6 kvadrat 410 million so'm deb baholandi. Aytgancha do'stlar, agar kimdadir bir 100 million yoki 150 million pul yetmay qolsa, o'zingizlar nomlarini o'tkazib, keyin garovga qo'yib pul chiqarib olishinglar mumkin. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastda qoldirilgan nomerlarga bog'lansa, shu yerda videorolikimiz tamom.